Kommentariyada eng ko'p ovoz yiqqan dehqon bozoriga keldik. Hozir sizlar bilan juma hadyasini shu joyda tarqatamiz. Juma hadyasi ayyominglar bilan. Rahmat, Muratlarga. Juma hadyasi. Shopiga ham bering. Sog' bo'ling. Rahmat, aslan. Xolajon ayyomingiz bilan. Juma hadyasi. Rahmat. Sog' bo'ling. Oling asalim. Juma hadyasi. Sog' bo'ling xolajon. Juma hadyasi. Hadiya. Desert Muzdalifadan. Juma hadyasi. Oling. Juma hadyasi. Assalomu alaykum. Oling. Xolajon, juma hadyasi ayyomingiz bilan. Juma hadyasi. Qo'shimni ham berib qo'yay. Oling, juma hadyasi. Juma hadyasi ayyomlaring bilan. Sog' bo'linglar. Juma hadyasi. Assalomu alaykum. Juma hadyasi. Xolajon mana juma hadyasi. Sog' bo'ling. Yashang. Ayyomlaring bilan juma hadyasi. Sog' bo'linglar. Yashang, rahmat. Hadiya. Bu hadiya, juma hadyasi. Sherigimga ham olyapman. Bemalol oladi. Bu hadiya, oling. Juma hadyasi. Hadiya. Sog' bo'linglar. Mana juma hadyasi, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Ayyomlaring bilan juma hadyasi, sog' bo'ling. Hop. Juma hadyasi. Tanjoning sog' bo'lsin, shu bergan ihsoningga Alloh rozi bo'lsin, berishga so'ragana. Sog' bo'ling. Juma hadyasi. Olinglar. Bu pirojni Muzdalifadan hadya tarqatyapmiz. Rahmat, Tanjon. Bu sizga. Sog' bo'ling. Ha. Ayyomlaringiz bilan juma hadyasi Muzdalifadan. Juma hadyasi amaki. Ayyomingiz bilan. O'tgan safar kommentariyada bizni chaqirgandilar. Mana o'sha hadyalar keldi, berib qo'yasiz. Bugungi juma hadyalarimizni dehqon bozorida tarqatib bo'ldik. Keyingi boradigan joyimizni kommentariyada yozib ketinglar. Sizlarning javobinglarni kutamiz.